Endi samimiy istaklarimiz ko'p omojonlar. Mana shu kelinkovlarimizni sizlarga atalgan sovg'alari bor. Sovg'alarni olib olamiz. Chunki bugun vaqtli yo'q. Shunday ekan, kelinkovlarimiz tomonidan atalgan sovg'alarni sekin vaqtli qadamlar, aqli qadamlar bilan kelinkovlarimiz eng yaqin insonlarimizga topshiradigan fursatlar yaqinlashgan. Marhamat kuyov bola, momojonlarimizni qo'shli fursatlarda o'zingiz orzu qilgan istaklaringiz bilan tabriklab olamiz. Usta so'zga vujud bering sen. Yumushlarini bir chetga suring. Qadrdonim, onajonim, momojonim deb momongizni bir yo'qlab qo'ying. Imkon bo'lsa bozorga boring. U yerdan bir dasta gul olib, onangizni, yaqinlaringiz bag'ringizga bosib, duogo'ylarni tabriklab qo'ying. Mana shunaqangi qo'shli fursatlar, vaqtli kunlar muborak bo'lsin. Endi mana shu yedirmay yedirgan, kiymay kiydirgan ajoyib insonimiz Eshqor akamizga kuyov bolamiz nomidan atalgan ajoyib sovg'alarni topshiradigan fursatlar ham yaqinlashgan. Eshqor aka, vaqtli kunlar muborak bo'lsin. Ilohim mana shu farzandlar vaqti kamolni ko'rib yurishdan charchamang deymiz. Yuksak tog'laridek bo'yim bor meni. Har qachon o'ylasam o'yimga yetkazguvchi otam bor meni. Boylik mansablar menga kerak emas, chunki ulardan ziyoda qilguvchi otam bor meni. Marhamat, kelinkovlarimiz bilan esdalik uchun suratlarni tasvirlaymiz. Tarixlarga muhrlaymiz tasvirchilarimiz bilan, onajonlarimiz bilan. Hamma havas bilan qarab turgan insonlarimizga Alloh shunaqangi vaqtli onlarni nasib etsin. Kechamiz chinakam qo'shni onlar bilan boshlandi. Kelinkovlarimizni hayotlari bunday qo'shni onlarga boy bo'lishini yaratgandan so'raymiz. Kelinkovlarimiz mana shu insonlarimiz xizmatini qilib eng baxtli insonlar qatorida muhabbatning eng go'zal lahzalarida birga bo'lishni yaratgandan so'rab qolamiz. Agar suratlarni, tasvirlarni biz muhrlagan bo'lsak, marhamat, kelinkovlarni o'z joylariga kuzatib olamiz. Guldasta olgan momojonlar kelingizlar yonimizga. Kuyovjo'rlar, marhamat. Chinakam mana shu insonlar bugun vaqtli insonlarimiz. Momojonlarimiz duo qilibdi, biz xalqimizga dasturxon yozganmiz. Vaqtli kunlar muborak bo'lsin. Eshqor aka, ketmaymiz. Onajon, momojon keling. Eshqor aka. Keling onajon. Keling, ukalarimiz sahnaga kuzatib olamiz. Onajon, sizlar keling. Kuyovjo'ralar, keling.